Xitay ijtimoiy taratqularida tarqalgan sin ko'rinishida bir turkum Uyg'ur qizlarining cho'ng chamadonlar bilan avtobus bekatida o'chirati turganligi ko'rsatildi. Uchurlarga qaraganda bu Uyg'urlarning dunyoviy dangliq markalarning ta'minlash zanjirida yer olgan Xitoydagi ko'chma ekran ishlab chiqaruvchi Lensi texnikasiga tava zavodlarga majburiy emgakka avatilganligi ma'lum bo'lgan. Yaqinqi yillarda Sharqiy Turkiston xalqiga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning bir qismi sifatida Xitoy ishg'oliyatchi kuchlari Uyg'urlarni, bo'libmi turma va lagerlarda qamalgan qiz-ayollarni atalmish 5-chi emgak kuchi nomida Xitoydagi zavodlarga olib qul bo'lib ishlashga majburladi. Gerçi Xitoy xalqaro jamiyatning tanqidiga uchragan bo'lsa-mu, lekin bu inkoslarga qaramasdan zulm va qirg'inchilikni davomlashtirmoqda. Germaniya parlamenti a'zolaridan Margita Bauze va Saman Mardi qatorliqlarning riyosatchiligida Uyg'urlar ustida yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik to'g'risida tor orqali guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Yig'inga ishtirok qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban apandining bildirishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan hamkorlikda elib berilgan bu guvohlik berish yig'iniga hokimiyat mishidagi ko'plagan partiyalarning vakillari ham Germaniya parlamentining ko'plagan muhim a'zolari, ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining rahbarlari qatnashgan. G'ayur Qurban nashtilik yig'ilishi deb atalgan bu yig'inga 70 dan ortiq kishining ishtirok qilganligini tilga oldi. Guvohlik berish yig'iniga lager shoidi Sayragul Savutbay va Qalbinur Sidiqlar guvohlik berguvchilar sifatida taklif qilingan. Sayragul Savutbay bu yig'in fursatidan foydalanib, o'zining Xitoy zulmi ostida azob chekayotgan Sharqiy Turkiston xalqining dard alamlarini yana bir qatim anglitib o'tganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Germaniya Yeshillar partiyasining parlamentdagi so'zchisi Margita Bauze xonim bu qatimqi tor orqali o'tkazilgan guvohlik berish yig'inining muqaddisida qilgan so'zida Xitoyning Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar ustida ilib berayotgan bostirish siyosatining xalqaroda irqiy qirg'inchilik deb atalayotganligini eskartib o'tgan. Hindiston bilan Xitoy kontrol liniyasi deb ataladigan chegara rayonida o'qishmaslikqa yo'l qo'ymaslikqa qo'shildi. Hindiston davlat mudofaa ministrligining bayonotida taraflarning Hindiston Xitoy orasida korpus qo'mondoni saviyasida o'tkazilgan 8-qitimliq uchrashda rayonning shartlarining belgilanganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotda ikki davlat rahbarlari birlikka kelgan masalalarning astoydil yo'lga qo'yilganligi, yig'inda chegaraning oldingi sepida o'tiral bo'lish va o'qishmaslikdan saqlanish to'g'risida o'rtaq tonish hosil qilinganligi ko'rsatildi. 6-oyning 15-kuni Hindistonning sharqiy shimolidagi Ladakh rayonida 20 Hindiston askarining o'lishini keltirib chiqargan va bu rayondagi jiddiyatning kuchayishini keltirib chiqargan to'qinish Xitoy askarlarining 5-oyning 5-ida 3 nuqtadan Ladakh rayoniga kirishi va u yerda chidir va harbiy qorovulxona qurishi bilan boshlangan. Cumhuriyetçiler Partiyasining Janubiy Karolina shtatining Kengash palata a'zosi Cumhuriyetçi Lindsey Graham Amerika Fox xabarlari televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Agar Cumhuriyetçiler Amerikaning saylam sistemasiga jang e'lon qilmasa va o'zgartmasa, Cumhuriyetçiler Partiyasining qayta prezident saylanmaydi dedi. Kengash palata a'zosi Graham mundaq dedi. Prezident Donald Trump mag'lubiyatni e'tirof qilmasligi kerak. Jorjiyada bilet farqi 10 mingga yetmaydi. U Shimoliy Karolina shtatida g'alaba qiladi. Arizona shtatida 93 ming bilet farqidan 20 ming biletga tushib qoldi. Yana sanaydigan nurg'un bilet bor. Graham Pensilvaniya shtatida qazo qilganlarga vakolatan bilet tashlash to'g'risidagi bir qism ayblashlarning to'g'riligini ko'rsatib, Federatsiya tekshirish idorasi, Kengash palatasi axborot komiteti va pochta idorasi tekshirish idorasining Pensilvaniya shtatidagi bir pochtaxonaning kechikib kelgan biletni pechatlaganligi to'g'risidagi ayblashlarni tekshirganligini aytdi. Yana bir tarafdan Amerikaning sobiq prezidenti Cumhuriyetçiler Partiyasining a'zosi Bush prezident saylovida g'alaba qilgan demokratchi Jo Baydenni tabriklaganligini e'lon qildi. Lekin u Trumpning arz qilish huquqi borligini aytdi. Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev Armeniya armiyasidan Shusha shahrini qaytarib olganligini e'lon qildi. Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev o'zlarining Shusha shahrini ozod qilganligini e'lon qildi. Aliyev xalqqa qilgan so'zida mundaq dedi:
İşğal qilinganligiga 28 yil bo'lgan Shusha qaytarib olindi. Shusha Ozarbayjon tarixida alohida o'ringa ega. Shunga Ozarbayjonning emas, balki butkul Kavkazning go'hiridir. 28 yildan keyin Shushada azon ovozi anglandi. Shusha Nagorno-Qarabog'ning ikkinchi cho'ng shahri. Bu rayondagi eng cho'ng shahar Stepanakert janubiga 15 kilometr keladi. Bu shahar ikki taraf uchun nihoyat zo'r madaniyat va strategik ahamiyatga ega. Shushaning ishg'oldan ozod qilinishi Turkiyada zo'r zilzila qo'zg'adi.